so'z turkumi. Sifat so'z turkumi bu dunyoga kelar ekan, otning kopiyasi o'laroq dunyoga keladi. Ko'p grammatika kitoblarda sifatga otning kopiyasi deb qaraladi. Nima uchun bunaqa? Sababi agar dunyoda ot bo'lmasa, sifat ham bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Sifat borki, ot borki, keyin nima bo'ladi? Sifat paydo bo'ladi. Odamlar birinchi otni o'ylab topib, keyin uni belgisini o'ylab topgan. Sifat shaxs va narsalarning belgisini bildirish uchun bildirish vazifasini bajaradigan so'z hisoblanadi. Masalan, odamlar oldin mana bu narsani o'ylab topdi. Nima bu? Doska. Bu doskani o'ylab topgandan keyin bunga belgi beradi. Qanaqa doska bu, masalan? Rangini aytadi, ko'k doska, katta doska, yaxshi doska, yomon doska, kir doska, iflos doska deb turib, keyin nimani paydo qiladi? Sifatni paydo qiladi. Shuning uchun sifatni qoidasida ham sifat shaxs va narsalarning belgisini bildirib, qanday, qanaqa, qaysi so'roqlarga javob bo'ladi deyiladi. Tushunyapsizmi? Yozib qo'ying unda. Sifat shaxs va narsalarning Dilafruzoya shaxs va narsalarning belgisini bildirib, shaxs va narsalarning belgisini bildirib, shaxs va narsalarning belgisini bildirib, qanday, qanaqa so'roqlarga javob bo'luvchi so'zlar. Shaxs va narsalarning belgisini bildirib, qanday, qanaqa so'roqlarga javob bo'luvchi so'zlar. Tushundikmi? Demak, sifat borliqda otning belgisini bildirish uchun xoslangan bo'ladi. Tushundingizmi? Agar dunyoda ot bo'lmasa, sifat ham nima qilmaydi? Bo'lmaydi. Ot borki, keyin sifat paydo bo'ladi. Masalan, agar ot bo'lmasa, sifat ham bo'lmaydi. Masalan, men chiroyli degan so'zman. Mana shu xona bizni dunyomiz deydigan bo'lsak, chiroyli desam, unda qarasam, bu xonada birorta chiroyli narsani ifodalaydigan shaxs ham, narsa ham hech nima yo'q. Chiroyli degan so'zni ishlatamizmi? Ishlatmaymiz. Qanaqa ishlatamiz? Borliq chiroyli narsa, masalan, chiroyli qiz, chiroyli telefon, chiroyli doska bo'lsa, keyin ishlatamiz. Agar doska ham qiz ham bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Yoki men chiroyli so'zini ozodaga bog'ladim. Chiroyli ozoda dedim. Agar ozoda o'lsa, u bilan birga kim ham o'ladi? Chiroyli degan sifat ham o'ladimi? Yo'q bo'ladi-da, qolmaydi. Chunki ozodani belgisini bildirish uchun ishlatiladi. Shuning uchun ham qoidada nima deb yozdik? Shaxs va narsalarning belgisini bildiradi deb yozdik. Tushundingizmi? Xo'p, har qanday savol, so'z turkumidan savol tushsa, o'tgan safar aytdim, birinchi o'rinda uni nimasidan savol tushadi? Ma'no turlaridan tushadi. Otdan savol tushadimi, sifatdan savol tushadimi, ravishdan savol tushadimi? Qaysi so'z turkumidan sizga savol tushishidan qat'iy nazar, albatta ma'no turlari bo'yicha sizdan so'raydi. Tushundingizmi? Ma'no turlari degani nima degani? Borliqda qanday ma'nodagi so'zlarni ifodalab kelishi, uni ma'no turlari hisoblanadi. Xo'p, sifat so'z turkumi qanday ma'nodagi ifodalaydigan so'zlarni o'z ichiga oladi? Birinchisi, xil xususiyat. Demak, sifat so'z turkumi xil xususiyat bildiruvchi so'zlarni o'z ichiga oladi. Masalan, xususiyat degani nima degani? Biz Orzugulni taniymiz va Orzugulni xususiyatlarini aytamiz. Orzugulda qanaqa xususiyatlar bor? Yaxshi. Hop, o'zini yo'q deb tasavvur qilib aytinglar. Chiroyli, dangasa, ish yo'qmas, tambal, ovsar, aqlli, odobli, farosatli, ilmli, dono, kamtar, yaxshi, yomon, baxil, saxiy, kamtar. To'g'rimi? Hammasi shu Orzugul xususiyat. Xuddi shunga o'xshagan xususiyat bildiruvchi so'zlarni sifat deb ataysizlar. Tushundingizmi? Keyingisi rang. Rang bildiruvchi so'zlarning hammasi sifatga kiradi. Buni topish mumkin. Borliqda 1200 dan oshiq rang bor. O'sha rang bildiruvchi hamma so'z sifat bo'ladi. Oqdan tortib, yashildan tortib, sariqdan tortib, o'sha dollar rang degan rang chiqdi hozir. Shungacha. Dollar rang, sabzi rang, havo rang, nima bor yana? Kul rang, jigar rang ketaveradi. To'g'rimi? Endi savol, nimaga jigar rang bor-u,
eshik rangi yo'q. Nimaga kul rang bor-u, ruchka rang yo'q? Nimaga ruchka rang degan rang yo'q? Chunki borliqda nimaiki faqat bir xil rangda bo'lsa, o'sha bilan rang so'zini ishlatib turib yangi rang hosil qilib yuboraveradi. Masalan, hammani jigari bir xil rangda bo'ladi. Boshqacharoq rangdagi jigar ko'rganmisizlar? Yoki kul rang. Qora kul ko'rganmisiz? Sariq kul ko'rganmisiz? Hammasi bir xil. Shuning uchun kul rang deyiladi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam, yana nima rang deymiz biz? Havo rang mana. Havoning rangi doim bir xil. To'g'rimi? Ana bulut kelganda qora bo'lib qoladi, lekin u havo emas u. Nari tepasidagiga qarab turib biz aytamiz. U hech qachon boshqacha bo'lib qolmaydi. Oq bo'lib qolmaydi, yo qizil bo'lib qolmaydi, yo sariq bo'lib qolmaydi. Tushunarlimi? Shunga nisbatan ishlatiladi. Xo'p, uchinchisi demak, xil xususiyat, rang, mazatam. Mazatam bildiradi. Masalan, shirin, achchiq, chuchuk, sho'r, nordon. Yana nima? Mazali, mazasiz, ta'mli, ta'msiz, totli, totsiz ketaveradi. To'rtinchisi, hajm o'lchov bildiradi. Hajm o'lchov katta, kichik, baland, past. Tushunarlimi? Keyingisi, 5-inchisi, makon, zamonga oidlikni bildiradi. Masalan, kechagi, zamon, yozgi, kuzgi, atrofdagi, kechagi, so'nggi, hozirgi, avvalgi, burungi, qadimgi ketaveradi. Va oxirgisi 6-inchisi hid bildiruvchi sifatlar. Xushbo'y, badbo'y, muattar, sassiq, qo'lansa kabi. Tushundikmi? Demak, otning ma'no turi, sifatning ma'no turi mana shu 6 ta. Sifatlar borliqda xususiyat bildiruvchi, rang bildiruvchi, mazadan bildiruvchi, hid bildiruvchi, shakl bildiruvchi hamda makon, zamon bildiruvchi so'zlarni o'z ichiga oladi. Sizdan sifatda 2 ta ma'no turi qatnashgan, 3 ta ma'no turi qatnashgan yoki sifatda faqat bitta ma'no turi qatnashgan, sifatda hamma ma'no turi qatnashgan deganda aynan mana shunga qarab turib hukm chiqarishingiz kerak. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Endi sifatlar ba'zan ko'chma ma'noda qo'llanganda, bitta ma'no turiga kiruvchi so'z boshqa ma'no turiga o'tib qolishi ham mumkin. Buni tezda topish qiyin emas. Masalan, shirin nima bildirar ekan? Mazatan bildirar ekan. Endi shirin qiz desam, xususiyatga o'tib qolyaptimi? Shirin gap xususiyatga o'tib qolishi mumkin. Tushundingizmi? Yaxshi, yozib qo'ying.